Tövəndə diqqətinizə Şunqar kabi çağla namlıq çatma yazmamның 6-cı qismini sunaman. Şunqar kabi çağla 6-cı qismi. Mən məzkur çatma əsərinin bu qismini mening az to'la yeziqchilik bilan shug'ullanishimga turtki bo'lgan hurmatli kishilarga, ustozlarga va do'stlarga bag'ishlayman. Gerçi Ürümchidagi chig'imda allakimlardir meni 1991 yili bilan 95 yilning oralig'ida atalmış Uyg'ur Abnum rayonidagi Nopozluq Arabiy jurnal Tarım jurnalida e'lon qilgan 3 parcha adabiy axborotim sabablik Abdunum rayonlik yozuvchilar jamiyatining a'zosi qilib tizib olgan hamda allakimlardir ismimni ko'zga ko'ringan yosh adabiy axborotchilarimiz qatorida sanab olgan bo'lsa-mu, samimlik bilan aytganda men yozuvchi emas, faqatla bir havaskor. Ya'ni ketib o'ylaganlarimni yozib qo'ydigan, ilhomim kelsa, achchiq-chuchuk, qattiq-quruq so'zlarni tizib olib, she'r deb atib olib, musofirchilik hayotda o'z ko'nglini o'zi xo'sh qiladigan. Menimcha, haqiqiy ma'nodagi yozuvchi bo'lish uchun birovda istidat va yeziqchilikqa bo'lgan cheksiz ishtiyoq ham samimiyat bo'lishi kerak. Meningda yozganlarim o'qirmanlarga naf bersa ekan deydigan samimiyat va yeziqchilikqa bo'lgan bolalikda boshlangan hozirgacha ketib yenib qoladigan o'tdak havas bo'lgani bilan oldingi ishqisi yo'q. Men ayol qizlarimizning ma'rif tarbiyasi elishini, ilgirlab o'qishini qo'llaydigan birisi. Chunki ayollar balalarimizning onasi emas, muhimi millatning onasi. Ayollarning ma'rif bilan tarbiyalanishinin ularning farzandlariga, millatga va jamiyatga elib keladigan foydasi ko'p taraflamalikka ega. Shundaq bo'lganlikdan jamiyatshunoslar va ixtisoslashlar bu haqda sonliq ma'lumotlik analizlarni elib berib, bu nuqtani muayyanlashtirgan. Mening ta'limga anam ayni chaqda Qizilsuv oblastlik 1-o'rta maktabning to'liq o'rta sinfini bitirgan bo'lib, O'rmon maydon boshlang'ich maktablarida o'qituvchilik qilgan edi. Anam bizga Uyg'ur xalq cho'chaklarini, rivoyatlarini aytib beradi. Dadammi gazet materiallarini ko'rishga amroq kishi edi. Mana bu shundaq muhiti cho'ng bo'lgan menga nisbatan tabiiy holda kitob o'qishga qiziqish paydo bo'ldi. Lekin u tog'liq maydonga berib kitob o'qiy desang, na kutubxona, setib olay desang, na kitobxonalar bo'lsin. Birari Chapayevning rasmli kitobini ko'rsib qo'ysam xo'sh bo'lib ketatdim. 2 qatim ko'rsib qo'ysa 2 qatim, 3 qatim ko'rsib qo'ysa 3 qatim xo'sh bo'lib ketatdim desa. İzsopi ismli harbiylikdan qaytgan maydonimizda ishchilik xizmatga tushgan akamizning qo'lida Qayimturdining Zarabshan yoshlari nomli romanini ko'rib, dadamga tegizib u kitobni oriyat elib, shundoq ishtiyoq bilan tezla o'qib o'tganim esimda. Qistirma. Necha yillar ilgari Amerikada turib, vatandagi xabardarlik Ezizkamning qo'g'dilingan qushlarni qonunsiz holda etish bilan ayblanib, uzun yillik kesilganligini anglab, u kishiga ishoratgan edim. Keyin surishtirsam, turmada kasal bilan qazo qilib ketibdi. Demak, darazaga chang to'zang asta qo'nib to'piga aylangandek, adabiyotga bo'lgan havasmi mening ko'ngil gulzorligimga kepinakdak qo'nishga boshladi. Ulug'zot Noillik 1-o'rta maktabda o'qish jarayonida adabiyot darsini bergan hurmatli o'qituvchilarim Abaydulla muallimning bizni yeziqchilikka qiziqtirishi va Obulqosim ulug' muallimning yetaklashi bilan u havaslar qalbimda biq surishga boshladi. 6-sinfda qopiya qo'lishib, mening harbiy bo'lg'umba, o'zim kichik bolaman, dushman kelsa bostirib, zarbi berman bal bilan deb she'r yozib silib, kulki qilgan bo'lsam, 8-sinf chiqqan bo'lsa, talantli shoirimiz Li Mutallibni xotirlab, Obulqosim muallimning tashkillashi bilan o'tkazilgan maktab xarakterli faoliyatda mundaq she'r yozib deklamatsiya qilganim esimda. Ey mening xalqimning faxrlik o'g'li, el so'ygan talantli shoir Lutfulla, avlodlar basimiz izingdan cho'qim, ruhingni o'lga qilib to'lishib urra.
Shu chaqlarda Abaydulla muallimning darsida muallimning maqtishiga sazovor bo'lgan she'rlarimni 8 ponliq marka chaplab Urumchiga, ya'ni o'smirlar gazetiga bir necha qatim avatdim. Ha, mana chiqib qola, ana chiqib qola deb tama qilib gazetlarga qarab ketatdim. O'smirlar gazetini ko'rdig'im Adiljon Tunyaz bilan İbrahimjon Ayıpning, ya'ni hozirgi İbrahimjon Alptekinning balalar she'rlari bo'ladi. Hattigina. Shu chaqda Avu gazetning tahrirlari Matrozi degan odammi yoki Abaydulla İbrahimmi ish qilib ashular. Mao janubning odam bosmaydigan chart yerida bir kichik bo'g'in medirlab beqiyotdi. İlham berayli deb ikki qiplit she'rimni e'lon qilib qo'ygan bo'lsa, beshim ko'kka yetib, bo'yim egizlab, avaslarim teshib, allakimlar ilhomi kelganda juvug'i o'rni bo'lib, do'milab turib asar yozganda, menmi putimga qum xalta bog'lab olib, tog'larning ustiga yugurib chiqib asar yozdirgan. Balki bu kunlarda xeyli qalimi pishgan yozg'ichi bo'lib qolishi mumkin edi-da. Ba'zida odam haqiqatan rag'batlantirishga muhtoj, bo'libmi kichiklar va yoshlar texmi shundoq. Shuning bilan gazetda e'lon qilinmagan she'rlarimni qog'ozga chiroyli ko'chirib, darsdan yongandan keyin yotoqning keynidagi bag'ridan gil, ya'ni ko'mir qo'yganda ishlatilgan bir xil alayda qizil rangli to'pa. Gil chiqadigan qizil rangli tog'larga chiqib, shamollarga qo'yib beratdim. Keta qog'oz, yozganlarimni elib ketdi. She'rlarim yenimda bekorga turib buruqdim bo'lib qolmasin. Shamollar uni samoga uchirib ketsin. Yulduzlar uni parilarga o'qib bersin. Balaliq xiyollarida, balaliq xiyollari. Mening Qizilsuv oblastlik 1-o'rta maktabga to'liq o'tirib o'qishga kirganim intayin yaxshi bo'pti ekan. Qurban Barat, Yalqin Rozi va Farhod Tursunga o'xshash tonilgan, el so'ygan shoir yozuvchilarni tarbiyalagan bu ona maktabning o'qitish sifati ko'p yaxshi ekan. Mening tunji asrim Qalg'ach nomli she'rim 1986 yili Yangi yil kuni Qizilsuv gazetining adabiyot betida e'lon qilindi. U gazetni ko'rgan chig'imdagi xo'shallikni tasvirlamayla qo'yay. Go'yo endi meni osmondagi yulduzlarga to'naydigandek kunduz osmon qarab ketganlarim. Pah. Tog'dan shaharga kiribla oldi bilan adabiyot darsida ustunlikni egalladim. Ulug'jatdagi Abaydulla muallimning darsida G'uljidagi shoir Mahmud Muhammadning xo'shallikqa belgi emas kulkilar, kishi xo'shal bo'lavermas kulsila degan misralarini to'la deklamatsiya qilib bu jihatda xilib pishib qopti ekanman. Bizga adabiyot darsini beradigan xonim bu aloyligimni bayqab qilib dars o'tganda she'r va hikoyalarni o'ddiga bagandaklar mangli o'qitadigan bo'lib oldi. Urumchiga o'qishga chiqmagan bo'lsam, Atishda yangidan qurilgan televiziya stansiyasiga imtihon berib, setib olgan mutallibga o'xshash diktor bo'lardim, o deyman. Yelqi qirg'iz shoiri Amantur Bayzakning "Atam o'zing Tangratog', anam o'zing Tangratog', million yil tang yishinga, quyosh qo'ngan beshinga" deb yozgan misralari naql elinib yozilgan Teyipchan Eliyop, Nemishit Ali armiya sayramilarning aruz vaznida yozilgan she'rlarni toza jaranliq o'qiydim desa. Xonimizga yozuvchi Teyipchan Hadining Palvon keldi nomli asrini darsxonada o'quvchilarga rol taqsimlash orqali jonliq usulda o'tmoqchi bo'lib, Atishning og'i yuzidan o'qishga kirgan Nijat Void bilan meni Suntaqqa yaqin yerdagi uloq bozoridan eshakning hangragan ovozini unalg'iga elib kelishni buyurdi. Biz bir so'mkaga xilli cho'ng bo'lgan maktabning kumush rangli unalg'usini qachilab, eshakning toza yangraq hangragan ovozini unalg'iga elib qaytib kelgan edik. Nijat o'zi sho'q bo'ldi. Yo'lda kelib o'tib, unalg'ini besib qo'ysa, eshak yo'q yerda eshakning hangragan ovozini anglab hayron qolgan kishilar bizga taajjublanib qarab qilishgan edi. Oblastlik 1-o'rta maktabga o'qishga kirgan 1-mavsumda men Yanchuqchi nomli epizodni yozib chiqdim va ham Suntaqdan o'qishga chiqqan Emmigul Ablay Epes qatorliq saboqdoshlar bilan birga rol olib o'ynab chiqib, maktab bo'yicha o'tkazilgan adabiyot san'at musobaqasida birinchilikka erishdik. Shu yillarda maktabda Salay Qosim, Asqar Aysa, Talat Qodiri, egiz bo'y ammo qaramtul kelgan Emitkam qatorliq yozuvchi shoirlar. Obulmiki. Shoirlar adabiyot darsini o'tadigan bo'lib, bulardan shoir Talat Qodiri o'quvchilar uyushmasi qarmog'idagi adabiy ijodiyat kurjiga yetakchilik qiladi.
yuqori yillikdagi sinflardan İbrahimjon Ayub, Savitjon va Xatamnisa Qurbon qatorliq qalami yaxshi o'quvchilar maktab tam gazetini o'quvchilarning adabiy asarlari bilan yangilab turadi. Bularning ichida hozir jamoatchilik to'nilgan samarlik yosh yozuvchi İbrahimjon Ayub, ya'ni İbrahimjon Altekin fikrining o'tkirligi, qalamining kuchliligi, xalqimizga bo'lgan sevgi muhabbatning yuksakligi bilan menda cho'nqur ta'sir qoldirgan edi. Uning tag'isi Atush Üstün Atuşning Bostan kentida tug'ilgan, millatimizning hurligi va ozodligi uchun bir umr kurash qilgan, tonilgan shoir. Uch viloyat inqilobining ko'zga ko'ringan rahbari, inqilobiy ustoz. Keyin madaniyat inqilobida ziyonkashlikka uchrab qazo qilgan mashhur jamoat arbobi, xalqimizning qahramon o'g'li, vijdonli rahbarimiz marhum İbrahim Turdapandi edi. İbrahimjon Ayubning taklifi bilan adabiy ijodiyat haqida bir qatim bizga yetakchilik qilgan shoir Talat Qodirning buni so'zi, bizga qilgan buni so'zi esimizdan hozirga chiqmaydi. Adabiy ijodiyatda ilhom intayin muhim. U tasodifiy ishlardan, voqealardan tuyuqsiz paydo bo'lib qoladi. Masalan, qo'ziq haqida yozgan she'rim mening bir qatim tuz yo'lda ketib o'tib, bir qo'ziqqa putib yiqilganimdan ilhomlanib yozgan she'rimdir. Shu chog'da men o'yladim, to'xta, Moşa hayatda, turmuşda bazı işler, bazı adamlar bo'ladi ekan, xuddi qo'ziq o'xshash. Sen yo'lda tuz ketib olsangmi, tuyuqsiz putlab yiqitib qo'ydigan. Shunga odam shunga atrofga qarab, sagak yashimiga lozim ekan degan edi Talat Qodiriy muallim. Shu chaqlarda Atush rayonida yashaydigan tonilgan yozuvchi, shoir va tarixchilardan Mutulla İbrahim Ablikim Zo'rizdin, G'ulom Osmon Zulfiqar, Muxtar Xilal, Nasrullo Ablat, Talat Qodiriy, To'xti Yusuf, Rahmat Seyit, Asqar Isa va keyincha Kurashjon Umar qatorliq o'tir yosh va yosh yozuvchilar qo'shini bor edi. Shoir Mutulla İbrahim apandi dadam bilan bir kentlik edi. Shoir Ablikim Zo'rizdin apandining ochisi Xayrin Saxonimizga biologiya darsi o'tgan edi. O'zining buloq yo'rinda e'lon qilgan xalqimizning munavvar o'g'li marhum Muhammad Mamtili Tavfiq apandi haqida yerim asr yo'qolgan qabra degan o'chirkni yozib, shu chaqda zo'r g'ulg'ul qo'zg'algan istidodli yozuvchi Zulfiqar apandini men bir qatim maktabimizning Udildagi radio televiziya maktabi qorosida do'sti Ablat Muhammad kam bilan, ya'ni Ablat Muhammad kam ismli bir yaqinimiz bilan paranglashib turgan chaqda ko'rgan edim. Ablat kam 30 yoshga bormay turiblar, yoshliqqa zaqib ketdi afsus. O'zi egiz bo'y kishi bo'lib, oq shilab kiyib olgan ekan. Muxtar Xilal, ya'ni hozirgi Muxtar Bug'ra apandi shu chaqda Kansu ko'mirkondagi yoshlar xizmatidan yo'tkilib Atushga yenib chiygan, ya'ni Atush yesaq Atushga yenib chiygan chaqlar bo'lsa kerak. Atushga yenib kirgan. O kishi, ya'ni o kishini bizning maktab qorosida ko'rgan edim. O ikkimizning bir o'xshashligi bor. O bo'lsa-mi Muxtar Bug'rami Ulug'chat va Kansuning tog'larini talay qetib ko'rgan. Kim biladi, men Ulug'chatda o'qigan chaqda Kansudan ko'miri ilib qaytgan mashinaning birariga birga chiqib qolganmi texa? O'xshash yerdan boshlangan safar. Mana bugun o vatanda to'nilgan shoir, men Iroq eldagi to'nilmagan musofir. Hayot degan haqiqatan qiziq ham sirliq. Talat Qodiriy Savitjonning sinf mudiri bo'lib, menga dars berib baqmagan edi. Menga 10 va 11 yillik adabiyot darslarini hurmatli Asqar Isa muallim bergan edi. Bir qitimliq adabiyot darsida Asqar muallim darsidan keyin menga bir xatni uzatdi. Nimadir bu deb qarsam, Qizilsuv gazetidan kelgan, ya'ni ikkimizga kelgan qalam haqi qutirishgan. Menga bir yerim qo'y, muallimga 2 qo'y. Men ma'ni berib akilib qajla. To'xti Yusuf apandi Atushning sho'ri qizisi bo'lib, o'zi oddiy-sodda mehribon kishi ekan. Bir qitim yangi yil arifasida maktabimizga kelib, qeyriliq deb bir she'rni o'qib bergani esimda. O kishining she'ri shunday boshlangan edi. Qo'y qeyriliq esilmay tur pashlarimga. To'xti Yusuf apandimning shu she'ri bilan mening bir she'rim Qizilsuv gazetida o'xshash kunda e'lon qilingan edi. Keyin shoirning Markaziy Millatlar universitetida o'qishga ketgan o'g'li bilan yaqin o'tdim. Rahmat Seyit apandi Atush shaharlik madaniyat idorasida ishlaydigan bo'lib, men tog'da madaniyat idorasini ko'rmaganlikdan Atushga o'qishga kirganda xuddi Xitoylarning shu chaqlarda ishlangan, 80-yillarda ishlangan Shanxuanshangning shaharga kirishi degan komediyalik kinosidagi elaqa umrida tunji qatim yumshoq karvatni ko'rib xo'sh bo'lib ketib, karvatning ustiga chiqib olib 80 na sakrayotgan Shanxuanshangdak men bu shaharlik madaniyat idorasiga berib, gazet materiallarining ko'pligini ko'rib, shunda xo'sh bo'lib ketganki 8 na sakrayotgan edim.
Rahmat apanning o'g'li Nabijon biz bilan birga parallel sinfda, ya'ni matematika darsi o'tadigan Rabiya xonimning sinfida o'qiydigan bo'lib, dadasining Ma'mti Tavfiq apanning o'quvchisi ekanligidek gaplarni shu chog'larda uningdan anglab, uning dadasiga hurmatim qo'zg'algan edi. Universitet adabiyot fakultetini bitirgan yosh shoir Ko'rakchan Ömer apandi o'zi faoliyatchan bo'lib, 1987-yili maktabimizga xizmatga tushgan edi. O'zi bakli jo'shqin, ruhliq bo'lib, sahar turib chiniqatdi. Onun tashkillashida Odshurayniki qalamkashlar 1988-yil avgustning o'ttirisida qalamkashlar yig'ilish qildi. Bu yig'ilishda o'quvchilardan man va she'r yozishga oshiq, Odshning maishatdan chiqqan, men bilan parallel holda ijtimoiy fan sinfida o'qigan Ablimut turdi ikkimiz qatnashgan edik. Qolganlari qalami pishgan asarlar har qaysi matbuotlarda e'lon qilingan yozuvchi shoirlar edi. Men yozuvchi Farhod Tursunni shu yerda ko'rgan edim. Shu kunning so'rinda hammaylar degudek birdan asar o'qishdik. Markaziy Millatlar Universiteti o'qish jarayonida post hikoyalar cho'ng jurnallarda e'lon qilinib tonilgan Farhod Tursunning o'qigan she'ri va uning Kafka to'g'ri so'zlishi bo'lib, uning she'ridagi buni birinchi misra ismda qapti. Paysha ayolning noz kulkisidek. Voy Alloh bu gapni. She'rni Farhod Tursun o'qisa, mening qizarib ketganim. 18ga kirmagan chig'imda o'choq uni anglab shundoq o'ylagan edim. Dadam demaklik odamlarmi boyada paysha degan gapni ishlatadi damadosh. Bak modernizmchi bo'lib ketibdimi nima? Beyjingda o'qib. Shu mazgillarda Otish ustun olishda Mustafa Muhammad ismli xilli tonilgan yozuvchi bor edi. Necha yil ilgari Urumchida qazo qilib ketibdi Mustafa akam. Uning o'quvchilari bo'lmay Setivoldi Kerim va Mutla Ibatlar bugun tonilgan shoir va yozuvchi bo'lib yetishib chiqibdi. Mutla Ibat mahallamizdagi Mo'ysifat Ibat Qosim akaning o'g'li bo'lib, men faqat ta'tilda yezdagi uyimizga boradigan bo'lganlikdan uning she'r yozganligini o'qimabdiman. Mening gizki she'r va nasrlardan chiqqanini ko'rib, u menga bir qism yozganlarga baho berib beqishimni tavsiya qilib, ustini ochishdan xat sapdi. Keyin uning tunji asri Qizilsuv adabiyotida e'lon qilindi. Urumchida pedagogika universitetida o'qigan Mutla keyin tirishib yoziqchilik bilan shug'ullanib, mo'l usulliq yozuvchi bo'lib qopti. Ya'ni u Qirani degan taxallusiga loyiq ish qildi. Uning savodxonasi Setivoldi Kerim universitetda shoir Odiljon Tuniyaz va oblastlik birinchi o'rtini bitirgan Ahmadjon Mahmud ham O'shur Tursunlar bilan savodxonlash bo'lib o'qigan edi. Hozir u tonilgan ma'rifchi va yozuvchi bo'lib yetilibdi. Shu chaqdagi tanqishlarim ichida hammada meni so'yindirgani Ablimut Turdining muvaffaqiyatidir. Bilishimcha, Ablimutning dadasi Tudaxon ustam Otish bozorida nam bar usta oshpaz bo'lib, oshxona mulozimati bilan shug'ullanadi. Ablimut o'zi maktabda o'qishga toza ko'ngil bo'lib ketmay, az to'la joda terib turadi. Nima bo'ldi? 10-sinf chiqqanda uningga she'r yozish ishtiyoqi tushib qopti. Ya'ni u she'riyatga bir yosh yigit bir sohib jamolga ko'yganda ko'yib qopti. Ikkimiz qo'shni sinfdan edik. U meni pat-patla chaqirib, oblast birinchi o'rta maktabning kesib aqdigan o'stang bo'yida o'ltirilib, yozganlarini menga o'qib beradi. Dastlabda men uning yozganlariga tuzitish berib turdim. Keyin u taraqq qilib, maslahat uchun Salay Qosim va Ablikmuz o'rnilarni izlaydigan bo'ldi. Ala bugungi kun kelganda u bir muvaffaqiyatli shoir ham yozuvchi bo'lib yetishib chiqibdi. Jononga yetish uchun jon ko'ydirish va tirishsang topsan deganni men Ablimut Turdining amaliyatidan ko'rdim. Men bilan parallel o'qiydigan Otishning sho'rikdan kelgan O'shur Tursunma she'rni xilli yaxshi yozib qo'yatdi. O'zi vijdonliq tilkiga dedi. Aqnaq masalasida qaynab qoladi. Nomardlarni ko'rsa, biror ikkini gachchida silib o'tadi. Urush bayani urilishmi bada. Shu jarayonda u bir ikki mush yeb qoladi va qosh qapoqlari ko'kirib qolsa, yangi so'yilgan qo'yning go'shini ko'zga chaplab otlatdi. Est qo'yning go'shi. O'g'il balchilikmi ba'zida zeyniga mangdi ekan, mana bu shundoq. Mening universitetga o'tishim bilanla yuragimga texim cho'ng havas tutashdi. Ya'ni yozganlarimni gazet jurnallarda e'lon qilish. Bir kuni Otishdan kelib universitet qonun fakultetining yuqori yilida o'qiyotgan shoir G'ayratjon G'opur o'zining yoshlar jurnali idorasiga borganligini, idoraning o'smirlar gazeti bilan bir yerda ekanligini aytdi. Men uning bilan birinchi yo'lning avtobusiga o'tirib u yerga bordik. Kelishda u yer bu yerni aylanib kech qoldik. U chaqlarda jamiyatda ba'zi yoshlar qalaymiqon, ya'ni nomard lo'kchaklar barchaqlar ekan. Biz qorong'i tushganda maktabga qaytib keldik. Universitet darvozasidan kirib, so'l taraf oldida bir o'rmonliklarni kesib mangdigan bir yo'l bor edi. Shu yerdan amdi menishimizga lo'kchaklarning shundoq bir-biri bilan sattlashgan ovozi keldi. Orqalar qilib bir sitqaygan ovoz anglandi. Tuyuqsiz G'ayratjon yonga
burilibla yugurib qechib ketadi. Nima bo'lganini anqiramay menmakayni yugurdim. Bir tarafdan to'layman. G'ayratka, oy g'ayratka nima bo'ldi? Yo'q, bir odam yugursa, olimpik musobaqasida bundaq yugurmaschiman. O shu chog'dagi qonun fakultetining o'qitish binosining keynidagi, ya'ni seri qizil binoning keynidagi o'ng'ul yerlardan xuddi kiyikdek yugurib, taki biologiya fakultetining oldiga borganda ondan to'xtadi. Senmiding, dedi o mening agishilib kelganimni ko'rib, chiqqanshib. Men texni meni bir lukchak qo'laqqa o'xshaydi deb qo'qab qechibdimi? Voy nim bo'ldi ya? Ovoz qaytqa ovozni angladingmi? Ha, o lukchaklarning belgisi. Shu lukchaklarning belgisi. O'tganda shu yerda bizning bir yaqin balani hech gap yo'q urib, yuz ko'zlarini tuzilib yotgan bular. Ehtiyot qilmasang bo'lmaydi bu yerda, diqqat qil. Voy g'ayratka. Yaxshimi cho'ng bo'lib qolganing, igiz bo'lib qolganing, qonun o'qib qolganing, shoir bo'lib qolganing, Sabandarda Baturulg'ini kuylab yozgan she'ring batixi. Men shundaq deb chaqchaq qilgach, uning yerim yo'lda tushib qolgan bir oyog'ini tepib akilib berdim. Cho'ngligi bor ekan, chechan odamlar qo'rqinchaqroq keladi ekan, tirnoqchida. Uning ehtiyot qilgani to'g'ri ekan. Keyin men nomardlarning begunoh o'quvchilarni tuyuqsizlar, sababsizlar urdig'ini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Men oliy maktab hayotimda har xil jurnallarda she'r, nasr, obdurchi maqolasi, adabiy axborot, adabiy xotira va ba'zi bir ijtimoiy temalarga oid maqolalarni yozib turishdan sirt kasbim iqtisod bo'lganligi uchun iqtisodiy nazariyalarga va Uyg'ur egligiga oid maqolalarni yozib e'lon qilib turdim. Ularning ichida Mangulik yoshlik 2 nomli adabiy axborotim Xontangra adabiyot mukofotiga erishib, adabiyot san'atchilar binosidagi mukofotlash yig'inida, shu binoda o'tkazilgan mukofotlash yig'inida marhum Söyümlük yazuvchimiz Zo'riddin Sabir akaning qo'lidan mukofot buyumlarini topshirib oldim. Hayot va Burush nomli adabiy axborotimni tarix mukofotiga erishib, 93-yili G'uljida o'tkazilgan mukofotlash murosasiga taklif qilindim. Lekin men shu mazgilda Yaponiyadagi bir oliy maktab bilan bizning universitet birlashib o'tkazgan yozliq lagerga universitetning vakili bo'lib qatnashgan 4 Uyg'urning birisi, ya'ni 2 qiz va men hamda Farad ismli maktab tashqi ishlar xonasiga Uyg'ur bo'lib tanlanganim uchun ham o'zim yaponchani o'rganishga qiziqganim uchun G'uljidagi mukofotlash yig'iniga bormay, yaponlik o'quvchilar bilan birga lager faoliyatiga qatnashdim. Shuning bilan bizning ona taraf tuqqanlarimiz yashaydigan ona diyorimiz G'uljini ko'rib, sayl sayohat qilish fursati bo'lmay qoldi. Men shu chaqdagi yig'inga bormaganimga chet elga chiqib bir necha yil o'tgandan keyin rosa o'kindim. Men yana adabiy narsalarni yozgandan sirt kasbim iqtisod bo'lgani uchun u vaqtim qalam tavritatdim. Bozorligiga oid yozilgan bir barcha maqolam rayonimiz bo'yicha o'tkazilgan iqtisodiy maqolalar musobaqasida 3-darajalik mukofotga erishdi. Albatta, mening bu partizanskiy yoziqchilik qilishlarim 2 qatim menga avorchilik qilib keldi. Shundaqla meni sag'itib qo'ydi. Men hajmi bir batla keladigan bizdagi kam narsalar nomli bir parcha maqolani ma'lum jurnalda e'lon qildirdim. Tahrirlar bosh muharrirning ruxsatsiz uni e'lon qilib o'tibdi ekan. Beyjandagi yig'indan qaytib kelgan bosh muharrir bu asrimni ko'rib qaynab ketibdi va men bilan ko'rishni talab qildi. Men azaldan boshqalarga avorchilik tepib berishni nomardlik deb qaraydigan odam bo'lganim uchun yaxshi ko'ngilli kishilarning mansabli xavfchilikka duchor bo'lib qolmasligi uchun tahrir bo'limiga bordim. Qaysarim degan sanma. Yeshi 60 ga yaqinlashgan bu yosh bu bosh muharrir meni ko'rib qo'polli so'rdi. Ha, men shu. Xo'sh, nimaga? Men maqolani 15 yil burun yozgan bo'lsam, menga mushakning isi chiqatdi. Sen nima demoqchi? Men u kishining gap so'ziga qarabla, uning nima demoqchi bo'lganini va qanday xarakterga ishkanligini fahmlab bo'ldim. Uning so'zlariga tahdid. Agar Abnum rayonining munosabatli o'rinlariga arz sunsam, 2 putini bir o'tib hozirla. Bayxun par dedim men ichimda. Ammo men ketkizib qo'ysam bo'lmaydiganligini darhol bilib yetdim. U bir qisqa maqola bo'lib, qisqacha ideyasi navbatda, ya'ni mikrolik maqola bo'lib, qisqacha ideyasi navbatda bizda kapital va texnik zichlashgan milliy sanoat yo'q. O'tgan asrning 30-40-yillarida mavjud bo'lgan Uyg'ur milliy sanoati eglikni umummilkchilikka aylantirish to'lqini yeyilib ketdi. Hozir bozorga ta'kidlanayotgan bu fursatda pul topgan Uyg'ur tijoratchilar kapitalni, texnikani, ixtisosli xodimlarni muvofiq birlashtirib, alayligimizni gavlandirgan zavqlarni qurib, zamonaviy milliy sanoatni qurib chiqishimiz lozim. Yana Uyg'ur tijoratchilar, Uyg'ur sanoatchilar, Uyg'ur korxonachilarga aylansa ekan deganda iborat emas bunday xolos. Madaniyat inqilobida aktivlik bilan shuar to'g'lab, shuning nenini yap qolgan bu bosh muharrir janoblari yo'qtish va qurishga alohida sazgir bo'lib,
u so'zlardan xuddi homildor xotin sezillikda ma'lum narsalardan saskingan ekan emasmi? Endi bu kishiga nima degilar? Qattiqroq tursam, udulni berib chaqirgandek. Shuning bilan oz to'la tushundirish berib, siyliq sipoyi gap bilan u odamni yomon niyatini yondirib astaynib chiqdim. Az kun o'tgandan keyin, ya'ni 1997-yilning bahor oylarida o'q deyman. Bir muhabbat derekan ma'lum gazeta e'lon qilindi. Esimni qilish she'r shundoq boshlanadi. Biz ketib baramiz unsiz tivishsiz, qayg'u bor yurakda sovuq kunlarda. Gazetning nazoratchisi maydoni mustahkam 60 dan oshgan bir odam ekan, ya'ni takliflik kuzatuvchi ekan. U muharrirlarga chalvoq qilibdi. Bunun ishki beshi bormi ekan? Nima demoqchi ekan u unsiz tivishsiz mangmay? Boshqa maqsad bor buningda. Ballarning deb berishicha, muharrirlarning tushuntirib qattiq turib bilishi natijasida u kishi menga qilmoqchi bo'lgan askiligini qila olmagan ekan. Bu gaplarni anglab shundoq o'ylagan edim. Ya. Mening bir beshim bor edi. Ikki bo'lgan bo'lsa birini bilvassam mayli edi. Bir bo'lgandan keyin ayoy juma buni. Shu ishlardan keyin bo'lgan ba'zi bir boshqa ishlar va anglaganlarim, his qilganlarim mening kayfiyatim va tafakkurimga qattiq ta'sir qildi. Bizda cholli tarjimonlar haqiqatan bor ekan. Mana mushundaq layoqatsiz manqurtlarning muhim yerlarga chiqib olib, haqni so'zlamay oqni qora qilish tufaylidan hamma taraf ziyon tortdi ekan. Shu ishlar bo'lgandan keyin ko'nglimni bir xil xotirjamsizlik qopladi. Xo'shal yuradigan peqir odamlarga gumon bilan qaraydigan bo'lib qilishga boshladim. Bu xil buruqtumliq hayot, ya'ni bu xil buruqtumliq hayot meningda turmushni qizg'in so'yib, ochiq yo'riq yashaydigan odamga cho'ng azoblarni kelishga boshladi. Ya'ni xotirjamsizlik va xuduksirash menga hamroh bo'lishga boshladi. Odam degan dunyoga bir qitimni keladi, shunaqa. Men unda dakku-duk uyishni, dakku-duk yashashni xohlamaydigan, erkin yashashga odatlangan va texmi erkin va xo'shal yashashga intilgan odam. Shuning bilan oldi keynimga qaramay chatalga o'qish chiqib ketishning taraddudini qildim. Demak, yeziqchilikqa bo'lgan havas mening turmushimni ma'lum mazgil rangaranglikka purkash bilan birlikda, ya'ni meni kutilmagan oborchiliklarga qo'ydi. Men onundan ma'lum bir alvasning soyasini ko'rgandek bo'ldim. Qonuniy faktlarga asoslanmay, birovning chekimchiligi va asiyatiga asoslanib qilgan so'ziga chiqargan hukm bo'yicha aylanadigan jamiyatda har tragediyalarning yuz berishi faqat vaqt masalasi. Alvasning ko'langisini ko'rganda qanday qilish kerak? Qat'iylik bilan qaror chiqarish kerak. Mening qanday qaror chiqarganligim haqida davomliq Mushu nomli asarning 7-qismidan anlag'aysiz. 2014-yili 3-mart